Birinchi tushuntiradigan narsam izofa bir narsani yoki bir shaxsni ikkinchisiga tegishli ekanligini bildiradigan birikma izofa deydi. Buni arab tilida nima deydi desa, birinchi so'zni ikkinchisiga tegishli ekanligini bildiradigan birikma izofiy birikma deydi. Masalan, aytamiz, nima deymiz? Yulduzning kitobi deymiz. To'g'rimi? Yoki xonaning yoritgichi, yoki bo'lmasa xonaning konditsioneri, yoki konditsionerning pulti. Pult nimaga tegishli? Konditsionerga. Ya'ni bir narsani ikkinchisiga tegishli ekanligini bildiradigan birikma izofiy birikma hisoblanadi. Endi kitabu talibin, talabaning kitobi. Talabaning kitobi. Kitob kimga tegishli ekan? Talabaga. Birinchi qoida o'zbek tiliga teskari bo'ladi. Birinchi qoida o'zbek tiliga teskari. Talabaning kitobi deganimiz talaba birinchi, o'zbek tilida. Kitob ikkinchi kerakmi? Arab tilida birinchi kitobni beramiz, keyin talabani beramiz. Shularga birinchi qoida demak o'zbek tiliga teskari. Kitobning talabasini Mana kishi shunaqa deganlar. Ahmad kitob deganlar. Ahmadning kitobi demoqchi. Endi tushuntirasiz. Shunga aytayman. Ha. Endi birinchi masala. Mana bu so'zga alif lam qo'shmaysiz. A, I, un. Shularni birinchi so'zga hech qachon qo'shmaysiz. Birinchi so'zni kitabun, al-kitabu shaklida ishlatilmaydi. Izofada. Birinchi so'zda. Ya'ni tegishli bo'layotgan so'zga hech qachon alam qo'shilmaydi. Nima qo'shilmaydi? Tanvin ham qo'shilmaydi. Hop, ikkinchi so'zga xohlasangiz al qo'shasiz, xohlasangiz qo'shmaysiz. Kitabu talibin desangiz ham bo'ladi, kitabu talibin desangiz ham bo'ladi. Al qo'shmangiz oxiri in bo'ladi. Al qo'shdingizmi oxiri i bo'ladi. Chunki al nimaning belgisi? Aniqlik belgisi. Tanvin noaniqlik belgisi. Ikkalasi bir vaqtda jamlanmaydi. Al kirnimi, tanvin kirmaydi. Shularga al kirmasa keyin oxirida nima bo'ladi? Tanvin bo'ladi. Ismga qo'yiladi. Nimani? Ismga qo'yiladi, fe'lga qo'yilmaydi. ismga ham qo'yib bo'ladi. Ha, ism. Hozir Aynan bo'ldi. Yo, xatoli ism. Xatoli ismga qo'yiladi. Demak, kitabu talibin, kitabu talibin. Demak, izofa o'zbek tiliga teskari bo'lar ekan. Birinchi so'zga alif lam qo'shmas ekanmiz, tanvin ham qo'shmas ekanmiz. Ikkinchi so'zga xohlasak al qo'shamiz, xohlasak qo'shmaymiz. Lekin ikkinchi so'zimiz doimo i yoki in bo'ladi. Chunki ning qo'shimchasini qaratish kelishiga nima beradi? Jar beradi degan. Shularga jar nima edi? I edi. Raf, nasb, jar, jazm deganmiz, a? Nasb ni edi. Nasb a. Jar i. Demak, ikkinchi so'zimiz i yoki in bo'lyaptimi? Demak, bu joyda ning ma'nosi ketayotgan bo'ladi. Talabaning kitob. Farq yo'q, qaysi so'z bo'lsa ham. Demak, yana bitta misol ko'ramiz. Xonaning eshigi. Demak, o'zbek tiliga teskari bo'ladigan bo'lsa, birinchi nima beramiz? Eshikni beramiz. Babun qo'l fatin bo'ladi. Chunki al qo'shmani o'shancha in qiladi. Al qo'shganimda nima bo'ladi? I bo'ladi. Babun fatin bo'ladi. Mabodo izofa zanjir bo'lib ketsa, o'zbek tiliga teskari. Masalan, xona eshigini ushlagicha. Ruchkasi deymiz-ku. Xona eshigi. Eshik nimaga tegishli? Xonaga tegishli. Ruchka nimaga tegishli? Eshikka tegishli. Zanjirmi bu? Uchta so'z ishtirok etyapti, demak o'zbek tiliga teskari. Xonaning ruchkali eshik. Ruchkali eshik bo'ladimi? O'zbek tiliga teskari qilamiz. Birinchi ruchkani beramiz. Mana endi ruchkani endi boshdan boshlanadi. o'zbek tiliga teskari bo'lib boshlanadi. Ruchka eshik xonada bo'ladi. Ha.
Masikatun babi urfa keladi. Chunki mana bu nima bo'ladi? Desa xonaning eshikning ruchkasi bo'lganligi uchun mana yer nima bo'ladi? I bo'ladi. Aniq deydi. Aniq bo'ladi. Chunki qarangda kitob desam umumiy shaklda bitta kitob degan so'zni ishlatdim. To'g'rida qaysi kitob, qanaqa kitob, kimning kitobi? Lekin yulduzning kitobi desam, kitob kimniki? Aniqmi? Bo'ldi, alif lam kerak emas. Chunki alif lam nima uchun edi? Aniqligini bildirish uchun kerak edi. Men yulduzning kitobi deb turibman. Kitob kimnikiligini aytib turibman. Bo'ldi, nima kerak emas? Alif lam kerak emas. Va aniq bo'lgan narsaga tanvin kirmaydi. Demak, mana ruchka nimaligiligi aniq. Nimaniki? Eshikligi. Xona qayerligi aniq. Eshik qayerligi aniq. Xonaniki. Mashinani eshigi emas. Samolyotning eshigi emas. To'g'rimi? Xonaning eshigi. Qanchalar miqdorda nima bo'lyapti? Aniq bo'ladi. Demak, bunga nima kerak emas? Alif lam kerak emas. Tanvin qo'yilmaydi chunki aniq bo'lganligi uchun. Tushunarli? Demak, izofa nima ekan desa, bir so'zni ikkinchisiga tegishli ekanligini bildiradigan birikma. Masalan, aytsak bo'ladi, doskaning rangi. Rang nimaga tegishli? Doskaga. O'zbek tiliga teskari. Birinchi rang, keyin doska deymiz. Va berayotgan birinchi so'zimizga alam qo'shmaymiz, tanvin ham qo'shmaymiz. Ikkinchi so'zimizga esa oxirini al qo'shsak i qilamiz, al qo'shmasak i. Bo'ldi. Ha? So'z qo'shamiz. Orasida ozgina farq bor, uni tushuntirib beraman. Orasida ozgina farq bor, sal arab tiliga kirib olinglar, keyin tushuntiraman. Lekin bittasi aniq qilish uchun bo'ladi, bittasi xoslash uchun bo'ladi. Keyin gaplashamiz. Hozir sabrsizlar. Hozir sizlar uchun umumiy qoida shu. Demak, birinchi so'zga alam, tanvin ham kirgizmaysiz. Ikkinchi so'z doimo i bo'ladi. Shularga yoki alif lamni hisobidan bo'ladi. Demak, arab tilida izofa degan mavzu nimaga to'g'ri keladi? Arab tilida izofa deydi, o'zbek tilida qaratqich, qaratqich degan mavzu bor. Aniqlovchi ikkiga bo'linadi o'zbek tilida. Sifatlovchi, aniqlovchi, qanaqa uchinchisi? Izohlovchi ham mayli. Ko'zlaysiz. Xo'p, umumiy kerakligi qaratqich, aniqlovchi degan mavzuga tushadi o'zbek tilidagi. Tushunarli? Qaratqich, aniqlovchi degan mavzuga tushadi. Va shunda mana talabaning nimasi bo'ldi? Talabaning kitobi degan misolni ko'rdik. Shunda mana nima deymiz desa, buni o'zbek tilida qaratqich deymiz. Buni qaralmish deymiz. Qaratqich, qaralmish. Yoki aniqlovchi, aniqlanmish deydi. Umumiy shaklda qaratqich, qaralmish. Endi buni arab tilida nima deydi desa, qarang. Arab tilida yozamiz. Kitobu o'zbek tiliga teskari bo'ladi degan tolibin. Buni nima deydi desa, muzof deydi. Bunisini nima deydi desa, muzofun ilay. Muzof degan qo'shilgan degan, muzof ilay unga qo'shilgan. Ya'ni mana bu so'zni buni tarkibiga nima qo'llayapti? Qo'shib yuboradi. Tushunarli? Muzof, muzof ilay. O'zbek tilida shunda kitob nima bo'ladi? Qaralmish. Demak, uni nomi muzof. Talaba nima edi? Qaratqichmidi? Buni muzofun ilayga tushadi. Tushunarli? Nomini ham bilib qo'yishimiz kerak. Nomi izofa. Izofa nechta so'zdan iborat bo'lar ekan? Ikkita. So'z birikmasi deydimi? So'z birikmasi degandagi ikkalasiga
ikkalasiga nom beriladi. Mana sifatlovchi sifatlanmish deydi, aniqlovchi aniqlanmish deydi, qaratqich qaranmish deydi. Ikkalasiga nima beradi? Nom beradi yoki hokim tobe deydi. Faqat arabida xuddi shunaqa ikkalasiga alohida nom beradi. Mana uni muzof deydi vazifaga keladi. Mana uni muzofun ila. Endi sizni qiladigan ishingiz mana. Qarang, birinchi bet, mashqlar uchun 53-bet. Birinchisi quyidagi jadvalni to'ldiring. Haqiqatun bintun bo'lib turibdi. Haqiqatun sumka, bintun qiz. Demak, nima bo'ladi? Qizning sumkasi bo'ladi. O'zbek tiliga teskari qilasiz. Qizning sumkasi bo'lgandan keyin sumkani birinchiga olasiz. Haqibatu deysiz va keyingi so'zga olasiz al, olasiz qo'ymaysiz. Haqibatu bintin yoki haqibatul binti. Shu shaklda ketamiz. Qalamut talibun, qalam talaba. Endi biz nima qilamiz? Talabaning qalami. O'zbek tiliga teskari qilib qalamut talibi yoki bo'lmasa qalamu talibin. Shularga shu shaklda bajaramiz. Endi quyidagi so'zlardan bir-biriga izofiy holatda biriktiring va tarjima qiling. Qarang, maktabun parta, talibun talaba, jadidun yangi. Buni o'rgatmagan ekan, endi mayli, buni ham qo'shib beramiz. Qarang. Yo, bayda talabaning yangi nimasi? Partasi yoki stoli. Maktabim-ku. Xo'p, bu paytda nima qilasiz? Qarang, buni ham o'rgatib qo'ying. Mabodo sifat qo'shilsa mana. Hozir talabaning nimasi bo'ldi mana bu joyda? Kitobi bo'ldimi? Endi mana shu talabaning yangi kitobi demoqchi bo'lsak. Yangi degan so'z oraga tushmaydi. Buni sifati bo'lsa ham, buni sifati bo'lsa ham oxiriga tushadi. Demak, hozir yangi degan so'z, masalan, talabaning yangi kitobi. Yangi partasi. Yangi kitobi. Partani o'zinglar. Yangi kitob. Yangi nimaga sifat bo'lyapti? Kitobga. Demak, bir talabaning kitobi degan so'zni tashkillashtirib olasiz, keyin sifatini berasiz. Sifatni berayotganda, mana aniqmi? Demak, bunga aniqlik belgisini qo'shasizda. Buni jinsiga qaraysiz. Qaysi jins? Demak, buni ham muzakkar qilasiz. Soniga qaraysiz. Nechta? Bitta. Buni ham bitta qilasiz. I'robi qanaqa? Demak, buni ham o'qilasiz. Kitabil jadid Kitabu talibin al-jadid. Talibin jadid. Yo'q. Mana nima qo'shishingiz kerak bunda? Kitabu talibin jadid desiz bo'ladi, mana nima qo'shishingiz kerak. Qo'shmasa o'qish qiyin. Qo'shmang. Teoriyasidagi narsani gaplashdik. Lekin sifat qayerga tushar ekan? Oxiriga. Nimani sifatlayotgan bo'lsa, o'sha shayni qaraysiz. Sifatlayotgansiz, soniga qaraysiz, i'robiga qaraysiz, aniq-aniqligiga qaraysiz. Mabodo hozir mana shu joyda mana yangini bu tomonga olsak. Yangi talabaning kitobi bo'lsa, endi yangi nimaga sifat bo'ldi? Talabaga. Talabaga qaraymiz. Talaba nima deymiz desa, talaba hozir nomi. To'g'rimi? Yo'qmi? Nima hisobga? Nimaga aniq? Anaqasini aytasiz, jinsini aytasiz. Yo, jinsini aytganman, aniq. Mana demak, bu ham nima bo'lib ketadi? Noaniq bo'lib ketadi. Erkakmi? Erkak jinsini olamiz. I'robi nima? Inmi? Tushunarli? Ya'ni qaysi birini sifat bo'layotgan bo'lsa, o'shaga moslashtirasiz. Qaysi birini sifat bo'layotgan bo'lsa, o'shaga moslashtirasiz. Boshqa narsa yo'q. Masalan, mana shu joyda jinsni masalan o'zgartiraylik. Kitabun bintun jadidun turibdi. E'tibor bering. Kitabun bintun jadidun. Kitabun bintun va nima turibdi? Jadidun. Gap endi shunda bir ikki aytishimiz kerak. Kitob degan bintun qiz degan jadidun yangi. Demak, xohlasak yangi qizning kitobi desak bo'ladi
xohlasak qizning yangi kitobi desak bo'ladi. Va ikkalasini ham yozamiz. Ikkalasini ham yozamiz. Birinchi yozadiganimiz qizning yangi kitobi, ikkinchisi yangi qizning kitobi. Ketdi. Endi bizda ikkalasida ham aniq narsa, birinchi nima desa bo'ladi? Qizning kitobini desa olamiz. Demak, bo'ladi kitabu binti desak bo'ladi yoki kitabul binti desak bo'ladi. To'g'rimi? Qizning kitobi bo'ldi. Ikkalasi ham bor narsa. Endi nima kerak? Sifat kerak. Mana unga yangiga kitobga sifat qiladigan bo'lsak, demak, al qo'shamizda jadid nima bu? U jinsi muzakkar bo'ldi, jadid u bo'ladi. Nimaga sifat bo'ldi hozir? Kitobga. Hozir ma'lumga biz e'tibor beramiz. Bu aniq. Chunki kitob kimnikiligini aytyapmiz-da. Kitob kimniki ekan? Qizniki bo'lishi mumkin, talabaniki bo'lishi mumkin, kishiniki bo'lishi mumkin, qariyaniki bo'lishi mumkin, hammaniki bo'lib ketishi mumkin. Lekin biz nima deyapmiz? Qizning kitobi deyapmiz. Aniq. O'shaning uchun bu ham aniq bo'ladi. Endi aytsak, kitabu binti, kitabul binti, qizning kitobi dedik. Endi nima demoqchimiz? Yangi qizning kitobi demoqchimiz. Endi yana qo'shamiz. Qiz aniq ekanmi? Al qo'shamiz. Jadid dati. Nimaga? Qiz qaysi jins? Muannas. Demak, buni ham muannas qilamiz. Qizning i'robi nima? Demak, buni ham qilamiz. Shularga bundan alloh tashlasak, ma'lumda nima bo'ladi? Mana binti bo'lgandan keyin bundan ham al ketadi. Ya'ni sifat ergashadi. Nimani sifatlayotgan bo'lsa, o'sha sifatlayotgan narsasi qaysi jinsda bo'lsa, u ham o'sha jinsda, qaysi sonda bo'lsa, o'sha sonda, qaysi holatda bo'lsa, o'sha holatda, ya'ni aniq bo'lsa aniq, noaniq bo'lsa noaniq bo'ladi. O'shandan nimaga sifat bo'layotganini bilib olamiz. Ya'ni mana bunda umi demak mana uni sifat bo'layapti ekan. Mana bunda noaniqmi demak buni sifat bo'layapti ekan deymiz. Tushunarliga? Tushunmadinglar? Fazilat tushunmadi. Hozir beramiz. Joylar o'zgarib ketmadimi? Qaysi joyda? Mana buni joyi o'zgarsa ham bu yerda joyi o'zgarmaydi. Harakat o'zgarsa, sonning jinsi o'zgarsa bo'ladi. Endi fazilatni aytamiz. Fazilat hozir bizga ma'no chiqarib beradi. Balki tajin jadidin nima ma'no bo'ladi? Fazilat uy savdogar yangi. Nima ma'no beradi? Jam. Yangi savdogarning uyi. Yangi savdogarga sifat bo'layotganligini mana i'robidan, keyin holatda noaniqligini bildik. Agar shu joyda al qo'shib mana bu u bo'lganda savdogarning yangi uyi bo'ladi. Tushunarliga? Juda murakkab narsa yo'q lekin. Moslashtirib olsangiz bo'ladi. Qaysi birini sifat bo'layotgan bo'lsa, o'shanga moslab qo'yasiz. Birinchi so'zga bo'layotgan bo'lsa, bunga moslaysiz. Ikkinchi so'zga bo'layotgan bo'lsa, bunga moslaysiz. Tushunarliga? Endi mana bu joyda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bitta. 10 bitta gap turibdi, ikkalasini ham qilamiz. Mana. Birinchi gap maktabun talibun jadidun. Demak, talaba yangi parta turibdi. Nima deymiz? Talabaning yangi partasi yoki bo'lmasam yangi talabaning partasi. Ikkita gap.
Keyingisi babun baytun kabirun. Eshik, uy, katta. Demak, aytamiz, uyning katta eshigi yoki bo'lmasa katta uyning eshigi. Tushunarli-ku? Tushunmaysan? Tushunmaysan? Ha? Tarjimasini siz to'g'rilaysiz uni. Hozir masalan sizga beryapti mana. Daftarga yozasiz. Mana babun beryapti, to'g'rimi? Keyin baytun beryapti. Kabirun beryapti. Birinchi qiladigan ishingiz o'zbekchasini yozib olasiz. Ikki xil o'zbekcha ma'no chiqishi mumkin. Birinchisi uyning katta eshigi, katta uyning eshigi. Yozib oldingiz o'zbekchasini. Demak, birinchi yozganingiz nima bo'ldi? Uyning katta eshigi. Bo'ldi, boshlaymiz. Babu baytin nima bo'ldi? Uyning katta eshigi bo'ldimi? Eshik katta nimaga sifat bo'lyapti? Eshikka. Eshikka holat aniq. Eshik oxiri u. Tushunarli-ku? Endi ikkinchi gapda katta uyning eshigi bo'lsa bo'ldi. Mana nega boshlaymiz. Noaniq va tushunarli? Ikki xil gap tuzasizlar. Mana kabir oxiriga tushadi, faqat kabirni qaysi biriga moslayotganingizda biz ma'nosini aniqlab olamiz. Oxirgacha shunaqa kelsa, mana qalamun ustoz qodim. Qalamun qalam, ustozun ustoz, qodimun eski. Demak, bunda qiladigan ishingiz ustozning qalami eski. Ustozning eski qalami deysiz. Keyin eski ustozning qalami deysiz. Va bundan uchinchisi gap ham qolsa bo'ladi-da. Uchinchisi nima deydi? Qaysi? Ichilagi ikkalari ishlamay qolyapti-ku. Qaysi? Sut. Suzoni o'zi pishdi. Nima bo'lyapti? Qushchichi yurib turadi miyasida. Uchinchisi ham qo'shaymi yo yettimi? Yo, qaysi uchinchisi deyapsiz? Uchinchi holatning nesisi bo'ladi? Hozir ikkita gap yasadi. Ha, yo'q, qo'shaymi? Ha? Domlar. Mana ism foili ham o'tamiz. Yo'q. Mana hazil qo'ying. O'shangiz hamsin. Ha, ko'ramiz. Demak, ma'lumda, qarang. Qizning yangi kitobi, yangi qizning kitobi. Endi uchinchisi nima bo'lishi mumkin desa, qizning kitobi yangi xohlasangiz dir deb qo'ying. Bu degani gap tugar. Ma'nolarda so'z birikmas hali davom etsa bo'ladi. Gap tugaydi. Endi bunda nima qilamiz? Bunda ham o'sha izofa ketdi. Kitabu bintin. To'g'rimi? Qizning kitobi. Endi gapga nuqta qo'ymoqchimiz. Xabar. Xabar nima bo'ladi? Nakira bo'ladi. To'g'rimi? O'tkazib yasadik-ku, albabu sag'irun, ana kabirun qilib. Endi mana shu joyga yangi nima yangi? Kitob yangimi, qiz yangimi? Kitob yangi. Demak, kitob jinsiga qarab muzakkarmi bo'ldi? Jinsiga qarab turib, oxirida nima qilib qo'yamiz? Joyi. Bu gap bo'ladi. Mana nakira qildingizmi? Gap tugadi. Uchta gap bo'ldi. Demak, 11 ta 33 taga aylanadi. 10 taga 30 taga aylanadi. Kim tushunmadi hozir? Hop, hozir mana kitabu bintin jadidin bo'lsa, yangi qizning kitobi. Kitabu bintin al-jadidu bo'lsa, qizning yangi kitobi. Kitabu bintin jadidun bo'lsa, qizning kitobi yangi. Bo'ladi-ya? Yana bir misol ko'rsatib bering.
Ana sabz so'zi ko'rasan-da. Tushunarli-ku? Sirkasida tashlab qo'ygansan. Tashlayman. Ism foydali qo'yadi. Yana bitta oxirgisi. Men ko'ngil bo'lmayapti sizlarda. Xavfli zo'rlardim ben nimaga. Qo'rqayapman. Oxirgi so'zni qaranglar. Oxirgisi nima ekan? So'zdan aytib oxirgisi. Kitabun abun mufidun. Demak, bundan birinchi 3 ta gap chiqarib olamiz. Birinchisi, otaning Mufidun nima degan? Ya, faol. Qo'ydim. Foydali. endi otaga nisbatan foydali degan narsani ishlatish qiyin-da. Mayli. Foydali ota, manfaatli ota. Manfaatli ota deylik. Manfaat bilan foyda bitta narsa to'g'rimi? Manfaat deylik otani. O'shanda oxirida foydali deb Kitobi va oxirgisi 3-chi gap nima bo'ladi? Otaning foydali kitobi. Otaning kitobi foydali. Endi boshladik gap tuzishni. Hammasidagi ish aniq. Hammasidagi ish kitobi nima bo'ladi? Kitobi abin. Uchalasida ham shu. Kitobi bu ham nima? Abin. Kitobi nima bo'ldi bu ham? Abin. Endi birinchisi otaning foydali kitobi. Foydali nimaga sifat bo'lyapti? Kitobga. Demak, kitob aniq. Demak, al mufid dum aytilganligini bo'lmaydi qovun. Demak, keyingisi mufid din. Juda atoqli o'tmasa edi. Bu oxirgisi shuncha ma'nosi. Shunda otaning manfaatli kitobi, manfaatli otaning kitobi, otaning kitobi manfaatlidir. Manfaatli otaning kitobidir desa, Ayol bo'ladi, kino ketadi. ko'ringiz ham. Ularlar masalan 3 ta bo'ladi. Har bittasi shular. Boshida talabaning partasi yangi talabaning partasi yangidir. Dil qo'shmaydi. Hatta qo'shing. Qizning katta uyning eshigi kattadir. Tushunarli? Bittasida gap tugadi. Ularda gap endi boshlandi. Tushunarli? Masalan, otaning foydali kitobini o'qib chiqdi yoki bir narsa davom ettirsa bo'ladi. Mana bunday manfaatli otaning kitobi menga juda katta foyda berdi. Kitob. Mana endi otaning kitobi foydali deb tugadi. Bunlar siz foydali Ayni kino bor. Shu chimay. Hayvonda ustozning eski qalami, eski ustozning qalami dediki, o'shanga qalami eski ustozning. Ya, uch so'zni tuturing. Ustozning qalami eski deb tuturing. Eski ustozning qalam bo'ladi. Tushunarli? Keyingi qiladigan ishlar lug'atlar yodlanadi. Lug'atlar to'liq yodlanadi. Qoida to'liq o'zlashtiriladi. U tomondagi matnlar to'liq takrorlab, fe'l, mozi, muzori ikkala majmuni so'rab oladi. Har bir kishi. Masalan, boshlaydi mushtari. Katabani aytaman, kataba deb davom ettiring deyman. Davom etish kerak. Kataba desam davom eting. Kutiba deganda davom eting.
Ko'tyapman. Men boshdan boshlaydim, o'rtasida bilmay qoldim, topib o'tmaydi. Kelgan joydan davom etamiz. Shularga xohlasam to'rttasini bitta qilib so'rayman. Xohlasam to'rttasini bitta qilib